Yoruq sayılla keşmişlerinin hatırsı. Yoruq sayılla şahitlarının bayanı. Unutulmaz keşmiş ve mengülük esleme. Yoruq sayılla. Assalamu alaykum, hürmetlik radyo anlıqçılar. Yoruq sayılla sayfimizge hoş geldinglar. Men mazkur sayfining programma riyosatchisi Qutlan. Birinin 1965 yılı 6. ayının 14. günü bir ömür vatani üçün tipirlagan bir ot yürek soqışdan to'xtaydi. 64 yıllık qısqagina hayotiga 1930 yillardagi Xotan inqilobining yo'l boshchiligini, Sharqiy Turkiston tarixidan iborat büyük bir abide eserinin muallifligini, Xitoy bilan bo'lgan murassasiz qalam kurashlarini, shundoqla muhojiratdagi vatan davosining mushaqqatli jarayonlarini sig'dirgan bu kishi vataniga tutashgan armonlari ilkida bu dunyo bilan vidolashidi. Bu kishi 20. asr Uyg'ur tarixidagi büyük bir shaxsiyat Muhammad Emin Bug'rodir. Qadarlik radio anlıqçılar, tövende diqqətinizlər Muhammad Emin Bug'ro ve onun kurash hayotiga bag'ishlangan maxsus radio programmasida bo'lg'ay. 19. əsrinin axırı və 20. əsrinin başlarında, yəni qoşna əllərdə yeni dəvrinin ufuq nuri kötürülüşə başlayan yıllarda Şərqi Türkistan tuproqları dünya iqimidən tolumu uzaqda qalğan idi. Halbuki bu yıllarda milli munqarzlikning iskancisida ingrayotgan vatan tuproqlarida hürlük və mərifət məş'ili izlayotgan kishilarmı yo'q emas idi. Bu uyg'unishda Osmanlı imperiyasidan avatilgan yosh turkchilar iqimidagi o'qituvchilarning faoliyatlari bilan tatar jadatchilarining matbuotlari muhim rollarni o'ynagan edi. Türkiye Egey Üniversitesi Türk Dünyası Tədqiqat İnstitutu'nun profesörü Alimcan İnayet Efendi 1913 ve 1914 yıllarda Xotan'da mektep açkan Türkiyelik İsmail Haqqi Efendi'ni eni şundaq kişilerinin biri dep qaraydı. 19. əsrinin axırlarında Şərqi Türkistan'da Osmanlı İmperiyası tərəfindən əvətilgən yoki yerlik Qazan və İstanbuldan təklif qılıb kelingan o'qituvchilar xeyli ko'p bo'lgan. Bu o'qituvchilar asosan G'ulja, Cho'chak, Qashqar və Atışda keçirilgan məktəblərdə işləgan. Bu o'qituvchilarning biri Türkiyəlik İsmail Haqqi Efendi bo'lib, bu kishi 1914-yili Xotan'da məktəb açıb Muhammad Emin Bug'romu o'zining siyosiy hayotim nomli xotirasida 1913 yili Turkiyadan kelgan bir muallimdan xususiy dars olganligini tilga oladi. O'ttira tahsil elayotgan chog'larimda, ya'ni Birinchi Dunyo urushi asnosida Sharqiy Turkistonga chet eldan ba'zi gazet jurnallar va sayohatchilar kelgili boshladi. Bu gazet jurnallarni zo'q bilan o'qib, tog'amning uyida uning chet eldan kelgan sayohatchilar bilan qilishgan suhbatlarini qiziqish bilan anglaydim. 1913 yili Xotan'ga kelgan Turkiyalik bir sayohatchi muallimdan xususiy dars elib, oz to'la zamonaviy ma'arif va siyosiy tadqiq tarbiyasi tahsil qildim. Muhammad Emin Bug'roning asarlarini nashrga tayyorlagan İstanbuldagi Taklimakan Uyg'ur nashriyotining boshlig'i Abdujalil Turan Efendi Muhammad Emin Bug'roning xotirotidagi bir bayonning uning bolalik qalbida vatan millat tuyg'usi va turkchilik engining qandoq uyg'onganligini tushunishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi. Muhammad Emin Bug'ro o'zining siyosiy hayotim degan xotirasida 1913 yili Turkiyadan kelgan bir muallimdan xususiy dars olib, zamonaviy ma'rif va siyosiy tadqiq tarbiyasi tahsil qildim deb yozadi. Türkiyalik Adil Hikmetbey yazgan Asiyada 5 Türk nomli kitap bilan Türkiyalik Ahmet Kamal İlqul yazgan Çin Türkistan yollarida unutilmagan xotiralar nomli kitapda Osmanlı imperiyasidan kelgan İsmail Haqqi Efendining 1914 yillarda Xotan'da maktab ochib bola tarbiyalaganligi qayd qilingan.
Professor Olimjon Inoyat apandi yuqorqi ikki kitobdagi shu bayonlar bilan Muhammad Emin Bug'roning xotirsidagi tafsilotlarning o'zaro jipsilishadiganligini ilgari surdi. Türkiyelik Adil Hikmet Bek yazgan Asiyada 5 Türk namlı kitapta ve yana Türkiyelik Ahmet Kamal İlkul yazgan Türkistan Hatırı namlı kitapta İsmail Hakkı Efendi hakkında bazı malumatlar var. Bu aslında İstanbulluk bulup London'a, keyin Mısır'a berip Camiül Azhar'da tahsil görgen. Keyin Türkistan'a berip işlegen. Adil Bek kitabıda İsmail Hakkı Efendi'ni Xotan'ga evetip mektep açtırganlığını kayıt kılıdı. Lekin Ahmet Kamal İlkul mu İsmail Hakkı Efendi'ni özünün Xotan'ga evetkenligini aytidi. Mehmet Emin Bug'roning 13-14 yosh mezgilida şu İsmail Hakkı Bey'nin qo'lda o'qiganligini jazmlashtirish mumkin. Chunki mayli Ahmet Kamal İlkul bo'lsin, bularning Sharqiy Turkistonga borgan vaqti aniq. Qashqarga 1914-yili yetib borgan. İsmail Hakkı Efendi bo'lsa, bulardan burun Qashqarga kelgan. Mehmet Emin Bug'roning Xotan'da Turkiyalik ilmdan dars olgan vaqtmi mushu yillarga to'g'ri keladi. Türkiye'deki peshqadam faoliyatchi Sharqiy Turkiston vaqtining sobiq bosh kotibi Hamidxon Göktürk efendimi Muhammad Emin Bug'ro oilasining Xotanning ijtimoiy hayotida muhim o'rin tutgan bir jamoatdan kelganligini, shu vajidan Hazratimning bolalik va yoshlik yillarida chet ellardan Xotanga kelgan muhim kishilar bilan uchrashish imkoniyatiga erishganligini tilga oladi. Muhammad Emin Bug'ro hem ana cemaate hem atı tarafından Xotan'ın ilgiri kelgen bir ailelerden, köklük, yıldızlık bir ailelerden birisi. Yani Xotan'ın ictimai hayatıda mühim rol oynayan insanla boğallık için özününki yaşlık devrede gayet mühim kişiler bilen karşılaşkan, ula bilen, mühim kişiler bilen görüş imkaniyetiga, sözlüş imkaniyetiga egi boğan ve bu özüne yetiştirgen. Türkiye Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesining dotsenti Doktor Nurahmet Qurban Emin Bug'roning xotiralari va o'zi haqida qoldirgan biografik yozmalardan uning bolalik va o'smirlik yillarida ham Turkiyadan kelgan o'qituvchilardan tahsil ko'rganligi, ham tatar jadidchilarining gazet jurnallarini o'qib, o'zini to'liqlaganligini ilgari surdi. Mehmet Emin Bug'roninki kichik vaqtida uyga kelgan sayohatchilardan yoki mo'tabar kishilarninki oilasidagilar bilan bo'lgan suhbatlarni qiziqib anglaganligi haqidagi ma'lumotlarni o'zining xotirotlarida eslimalardan ko'ralaymiz. Tatar ma'rifatchilari bilan uchrashgan bo'lishi mumkin, chunki bu Nushirvan Yausheevninki Altishar maktublarining ichida Xotandan deydigan bir bo'lim bor. Shu yerda shu tatar mo'tabarlaridan bir kishining shu yerga kelib o'ltiraqlashib qolganligini, xalqning ichida e'tiborli bir mertebesinin bağlılığını bizge aytib berdi. Adil Hikmet Bey'ninki Asiyada 5 Türk kitabını ko'ralaymiz. Xotanga kelib uzun müddet turdi Adil Hikmet Bey'le. Hali ko'p kishilarning ismini zikr qildi kitobida. Yani Xotanda Mehmet Emin Bug'ro ailesinde Mehmet Emin Bug'ro ailesiga o'xshash bir ma'rifatparvar, inqilobchi, vatanparvar bir aileninki mansublari bilan kurashmay ketib qolganligini tasavvur qilish saltas. Bu nuqtadan aytgan chig'istimi? Mehmet Emin Bug'roninki kichik yoshda har xil fikrdagi insonlar bilan uchrashish ehtimolining yuqori bo'lganligini biz kesib ayta olamiz. Abdulla Oğuz Efendi Muhammad Emin Bug'roning jiyani merhum doktor Yaqub Bug'roning nevresidir. Növətdə İstanbul Üniversitesi Türkiyat İnstitutida doktorluq ilmi unvanı üçün oxuyatqan Abdulla Oğuz Muhammad Emin Bug'roning Sharqiy Turkiston tarixi nomli buyuk əsərinin mükemmel Türkçe nəşrini yo'riqlikqa chiqarganligi ma'lum. U Muhammad Emin Bug'roning bolalik va o'smirlik tahsiliga doir ma'lumotlar kamchil bo'lsa-mu, ammo Hazratimning xotirotidagi ba'zi bayonlardan uning bolalik yillarida Turkiyadan kelgan bir muallimdan xususiy dars olganligi va tatar jadidchilarining gazet jurnallarini qiziqib o'qiganligini ko'rib olishga bo'ladiganligini ta'kidlaydi. Ben Hazratimning hayatida, balalık yıllarida Xotanda açılgan cedidçilerinin mektebinden ve o mektepte muallimlik kılgan İsmail Hakkı Bey'den haberdar ama bu meselenin teferruatlı bir şekilde tetkik kılgınım yok. Ama Hazratim öz hatıratıda balalık yıllarida tağısının metni zacımının bizning çoğun dadımızın uyuda çetelden kelgen mimanlar, çetelge çıkıp kelgenler ve çetelden kelgen gizit ve mecmualardan okuganlıkının özünün
fikriyatida nayeti çoğunkur tesir bağlılığını özü eğitidu. Bu şu atı babalardan kelgen bir fikir ve hissiyat ve ideoloji bu. Mençe bu tağısının uyudu anlığan, başka yerlerde okugan bu matbaa nilidin ceditçilikni ve dünyanı tunuşni öğrengenlikige kaniymen. Muhammed Emin Buğra'nın özümü Siyasi Hayatım namlıq xatirasida mundaq deb yazıdı. Umumen itibaren Xitaylarga qarşı nefret hissiyatı, milletim ve yurtumның halığı boğan qayg'urish kayfiyatı yürəkimdə uğurlaşqılı başladı. Bu hissiyatның haydakçiligida milletimning tarixini o'rganish, dunyodagi millatlarning qadimki ve hozirgi zaman hayotlarini tadqiq qilish qizg'inligi kundan kunga kuchlanmoqda edi. Olimjon Inoyat Efendi Muhammed Emin Buğra'nın qalbida bir ömür lavuldigan vatan söygüsü ve Türkçülük ideyasining shakllanishida o'smirlik, yoshlik yillaridagi tahsilining muhim rol o'ynaganligini alohida ta'kidlaydi. Muhammed Emin Buğra'nın Türkçülük ideyasının yetilişide birinciden Türkiyelik muallimden bevosita ders elişi, ikinciden şu mezgilde Şarkı Türkistangacha tarqalgan tercüman, vakit ve şura qatarlıq gezit jurnallarını okuşu, üçüncüden Türkiye'den elip kelingan kitaplarını okuşu muhim rol oynagan buluşı mümkün. Türkiyelik muallimler Türkçülük ideologiyasi bilan qurollangan ve bu ideyani tarqitish uchun vatilgan kishilar edi. Tercüman, Vakit ve Şura degan gezit jurnallarmi Türkçülük ideologiyasi bilan yo'g'rilgan gezit jurnallar edi. Qadrlik radio anglag'uchilar, yuqorida buyuk inqilobchi ve tarixchi Muhammed Emin Buğra'nın hayoti haqida ishlangan maxsus radio programmasining 3-qismini angladinglar. Bu vaqtdagi anlatışımızın ahiri davamlıq diqqətinizdə boludu. Programmani Qutlan tayyorladi. Qimmatli radio anglag'uchilar, shuning bilan Yo'riq Sayillar sayfisining bugungi anlatışı bu yerda oxirlashdi. Sayfimizning kelar haftalik sonda ko'rishayli. Xush vaqt bo'linglar.